Hammasiga aybdor Hudud gaz poytaxti direktori Grabovich Temur. Sababi Abbos aka, obunachilardan ko'p savollar kelyapti. Texsoga tashashni o'rgatdingiz. Texsoga tashalgandan keyin bo'ldimi? Shunda o'zi chiqadimi? Nima qilish kerak? bo'pti, endi o'tirib olingizlar deydi, yana trollizda tushuntirib beraman. Texnik shartga tashadinglar. Texnik shart birinchi bo'lib yangi bo'lib turadi. Keyin uni o'sha rayonni gaz filiali qabul qilib olgandan keyin jarayonga o'tadi. Kelinglar undan ko'rasa men sizlarga Toshkent shahri poytaxt miqyosida tushuntirib beraman. Qara, olib kel telefonni. Mana texnik shart tashalgan chislosi 23/10/2025-yil 15:08 da tashalgan. Bu hali ham jarayonda yotibdi. Bechara tadbirkorlik. Hali ham yo'naltirilmagan Hudud gaz aksiyadorlik jamiyatiga. Hali ham yo'naltirilmagan. Bu Tashgaz o'zida yotibdi. Endi qara, olib kel. Hurmatli Tashgazni glavniy injeneri bor, Bekzod Jo'raboyev. Mana bu texnik shart qachon yo'naltirilgan, qachon tushgan deb o'ylaysan? Olib kel. Bu texnik shart 29-oktyabr kuni 2025-yil chiqqan. 186-724 sonli texnik shart chiqqan. Bu texnik shartni javob beraman kamida 24 yoki 25-oktyabr kuni tashalgan. 3 kun yoki 2 kun ichida chiqarishgan. Demak, manfaat bor-da. Manfaati bor-da, o'zidan o'zi tez chiqib ketmagan. Shunaqa o'ylashi mumkin-da ko'pchilik. Kimdir keladi, maqtanadi, mana men texnik shartga tashadim, 3 kunda chiqdi deydi. Kimdir keladi, mana 12 minutda oldim deydi. Kimdir keladi 1 yillab, 7 oylab, 8 oylab, 10 oylab jarayonda yotibdi deydi. Keyin o'ziga mana shu odamning o'ziga Hudud gaz poytaxti glavniy injeneriga telefon qilsang, tadbirkor bo'lib, telefon qilsang, sani qo'lingda ekan. Bosib bergin desa, boshlari qiziq emas bizga. Texnik shartga ariza tashalgan deydi. Hozir men hududga borsam, sizni aytishdi, yo'naltirish kerak deyishdi. Yo'naltirilmagan ekan. Kim yo'naltirish kerak ekan? O'sha sizlarni отделdagilar, ular yozib tayyor qilib qo'ygan ekan, hozir siz bosib yo'naltirib olishingiz kerak. Ariza raqamini aytingmi? Yo'q, aytmay ota Tashkentda petov bo'limi bor. Tashkentga borsa, chaqirsa petovdan odam tushadi debadi. Ana o'shalarga aytasan. Ularga yetib bo'ldimi de? O'shalar hammasi ularda kim aytgan bo'lsa, men unaqa do'stlik yo'q. Aniq-a? Ha, aniq. Hozir yana borib yana tentirab qopda bo'lmayman, to'g'rimi yo odamlar? Bilmadim endi, o'sha boy o'sha petov bo'limini chaqirtiring, o'shalarga ayting. Bo'ldi, qarang. Qorovullarga chaqirib bersanmi? 4-etajda. Oka, men ular bilan telefonda gaplashib bo'ldim o'sha. Yo'naltirib ham bo'lgan. Yana gaplashing, ota. Sizning glavniy injenerda unaqa yo'q ekan, kerakda shu glavniy injenerda sizning ota men gaplashib olaman. Gaplashib olaman. Bu sun'iy intellekt emas. Bu Hudud gaz poytaxti glavniy injeneri bilan bo'lgan suhbat. Biz tadbirkor bo'lib telefon qildik. Qani dedik, rostdan ham yo'naltirish mundami, yo'qmi deb. Petov degan отдел qanaqa bo'ladi? Petovga ariza kelib tushadi, Maygovdan. Maygovdan ariza kelib tushgandan keyin o'sha arizasiga muvofiq ichida nima pribori borligini hammasini yozishadi, tayyor qilib qo'yadi xatini. Xatini qilib qo'ygandan keyin kimda vakolat bo'lsa, o'sha knopkasini, ключini bosib, o'sha yuboradi Hudud gaz aksiyadorlik jamiyatiga. Men tushunmayman-da, mana shu o'zimizning rayonlarda nechta yaxshi glavniy injenerlar bor edi. Hozir ham qolgan yaxshilari. Ko'pi Toshkent viloyatiga glavniy injener bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Sababi nimada? Chunki tizim har doim yaxshi. Orasida bitta dona, ikkita dona mana shunaqa tirraqilar chiqadi-da, hamma gazchini yoki kimmi bo'lsa ham, kim mana gazchiman desa, hamma o'sha ko'zi bilan yomon ko'rib qoladi. Mana gazchimisan desa, nima deb? Nima mana shunaqa deb. Prezidentimiz nima deyaptilar? Vallomatmisan deyaptilar. Tur bor, ishlagin, xalq bilan birga bo'lgin deyaptilar. Bu yerda razgovorda qanaqa? Boring, anuni chaqiring, mamini chaqiring. Baraka topkur, momlang bo'lganda, boshqa kun bo'lganda chaqirib olib, hozir seni masalangni hal qilib beraman deylar. Tim bo'li kuz, qish oldi, mana sovuq bo'lish oldi. Men o'zimdan yoki anaqa qotganim yo'q, sun'iy intellekt qotganim yo'q. Okey, mana bu yoqqa kamerani ko'rsat. Soat nechida bo'lyapti? 4-noyabr kuni. 4-noyabr kuni bo'lyapti. Hamma narsa. O'zi aytayotganim. Mana shu meni videoyimni ko'rib turganlar maksimal repost qilib yuboringlar, bir-biringizga yuboringlar. Kommentariyalarda gazlardan nima muammoinglar bor,
Hammasini yozinglar. Keyin tim bo'ling, qish boshlanyapti, sovuq kunlar olindi. Iltimos, gazdan foydalanishdan oldin sozmi, nosozmi, o'shani yaxshilab tekshirib turib olinglar. Keyin mana bunaqa narsa uyingizdagi, eshigingizga raygazdan kimdir taqillatib kelib, priboringlarni texreviziya qilaman. Texreviziya bu gaz jihozlaringlarni tekshirib beraman desa, haydamanglar bechara gazchilarni. Gazchilar har doim yaxshilikni tilaydi. Sababi nima? Chunki sovuq tushishi bilan o'sha isgasi boshlanadi, uyni dimiqtirib qo'yib kimdir isitadi, kimdir to'rkan-forkali gaz plitasini kuxnyasida yoqib qo'yib, ustiga g'isht qo'yib qo'yadiganlari bor, duxovkani ochib ichiga g'isht qo'yib qo'yadiganlari bor. Xudo ko'rsin, isgasi juda ham yomon narsa. Suvni chunsa bo'ladi, suv toshib ketsa oyog'ingiz ho'l bo'ladi yo svet qayerdandir zamikani bo'lsa, o'shatidan uziladi. Lekin isgasi yomon. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Uyingizga keldimi, texreviziya qilaman deb sizlarni majburiyatinglar qanaqa? O'zingizlarni uyinglardagi, xonadoninglardagi narsani tekshirtirib qo'yish majburiyatinglar. Lekin majbur emaslar unga pul to'lashga, davlatga pul to'lashga texreviziya qilgani. Lekin 1 yilda bir marta ko'rigidan o'tkazinglar. Ko'rik qanaqa bo'ladi? Shotchidan oldinga tushayotgan kranini o'chirib qo'yib, har bitta gaz jihozinglarni penalab tekshiradi, sozmi, nosozmi, to'rkan-forkali gaz plitanglarni, agaveylar bo'lsa, agaveylarni, duh konturning katyolinglar bo'lsa, servis sentr chaqiringlar, baraka topinglar. Qishdan oldin yaxshilab qarattirib qo'yinglar. Keyin texnik shart deb rosa ko'p savollar beryapsizlar. Texnik shart qachonki chiqishni boshlaydi, mana shunaqa mas'uliyatsiz glavniy injenerlar kamaygandan keyin. O'zimizda ham rosa ko'p edi glavniy injenerlar. Ko'pi viloyat, boshqa viloyat, tumanlarga o'tib ketdi glavniy injener bo'lib. Hammasiga aybdor hudud gaz poytaxti direktori Grabovich Timur. Sababi buni glavniy injener qilib olib kelishdan oldin yaxshilab o'ylash kerak edi. Kim olib kelyapman, yosh bola-yu, eplolidimi, yo'qmi deb. Bu menga emas aql o'rgatish, bu odamga qanaqa qilib ishlashi, bosh qilishi. Lekin bu keturish bo'lsa, hali qishdan qanaqa qilib chiqamiz? Imindi Toshkent shahri. Sog' bo'linglar, nima savolinglar bo'lsa, bemalol lichkamizni ochib, Facebookdan ham rosa ko'p savollar kelyapti. Kechqurunlari soat 12 da ham telefon qo'singlar. Erinmay hammasiga javob beramiz. Nima savolinglar bo'lsa, qo'limizdan kelgancha beminnat tekinga yordam beramiz. Savol berish, maslahat berish, o'rningizga ariza yuborish, hamma narsa tekin narsa o'zi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.